boshlang'ich bir so'm to'lov yo'q, banklarni aralashtirmasdan siz uchun ajoyib mashina topib qo'ydik. Bitta bahosini berib, like bosib qo'ying, birgalashib mashinani ko'rib chiqamiz. Tesla Model X. Mashinani holati вообще ideal состоянияda. O'zim bir 200 kilometrcha yurib keldim shu mashinada. Ochilib berishlariga necha endi. Bu 7 ta o'rindiqligi bo'ladi. Hech qanaqa ashibkasi yo'q. Hamma joy ishlab turibdi. Kilometrlari ham juda ham ajoyib yurib berar ekan. Biz Toshkentdan 280 kilometrda chiqdik. Jizzaxga kelganimizcha 30 kilometr zapas xodi qoldi. 400 kilometr yuradigani. Tesla Model X da ikki xil varianti bo'ladi. Bittasi kitayskiy, bittasi amerikanskiy. Bu Amerikaning o'zidan kelgan mashina. Yaxshi poliklar tashilgan. Bitta salonda o'ziga bitta e'tibor qarasizlar. Juda ham chiroyli sostenada turibdi. Narxi вообще shikolat narx. Любой odam olsa bo'ladi. Bizga o'xshab mediada ishni boshlagansiz, pulingiz sal yetmay turibdi. Qanaqa mashina olsam deb ikkilanib yuribsizmi? Mana shuni bosib oling, jigar deb qo'yadilar, Nodif hoji akam. Eng mazza qilib oladigan joyi buni qarang, turishini. 3 marta bosish kerak ekan. 1 2 3. Subhanalloh. Bu trigu tri. Hoziroq bizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqa mashinalar qo'yishimiz bilanoq sotilib ketadi. Kuniga Telegram kanalimizga ham o'tib olishni maslahat beramiz. Kuniga 10 ta 15 ta mashina Telegram kanalimizga ham qo'yib turibmiz. Mashinamizni bahosini Nasiya savdoga 26900 dollarga berib yuborishga qaror qildik. Bunaqasi faqat NBN da bo'ladi. Boshqa joydan qidirib yurmasdan to'g'ri NBN ofisiga murojaat qilaverasizlar.